opamiz boshchiligida ajoyib esdalik tariqasida topshiriladigan uzuklari bor ekan. Albatta birinchi yaxshi niyatlarni bildiramiz. Keyin esa oltin nikoh uzuklarini siz azizlarning guvohliklaringizda topshiramiz degan umiddamiz. Opajon, to'ylar muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum va uzoq va yaqindan kelgan barcha mehmonlar hamda mezbonlar, mana bugun ukamning Muzaffar akaning nikoh kechasida o'tirar ekanman. Shu fursatdan foydalanib shu ukamga, Muzaffarjonga, kelinim, ya'ni singlim Oynuraxonga baxt, saodat, omadlar, bundan keyin ishlariga omadlar tilayman. Nasib bo'lsa o'g'il qizlari ko'p bo'lib baxtli taqdir yashashini so'rayman. Yana bu yerda o'tirgan Opajon kanaliga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat ularga, mana to'ylarga kelib qatnashayotganlari uchun, mana o'z qizlaridek ko'rib shu qizlarni chiqarganlari uchun rahmat aytaman. Bu kishini oila a'zolari bilan bir umr duo qilaman nasib bo'lsa. Mana shu kichkina arzima sovg'amiz bor edi, nikoh uzuklarini qabul qilamiz. Rahmat. Marhamat. Barchalaringizni masajga marosimiga qaratamiz. E'tiborlaringizga. Yana bir bor sizlarga sovg'alar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Qolganlar qo'llab-quvvatlab berasiz inshaalloh.